Mana navbatdagi dachamizga ham yetib keldik. Ushbu manzaraga mana bu binoga katyol o'rnatmoqchimiz. Mana katyollarimiz ham kecha kechqurun yetib kelgan Farg'onadan. Mana bunday mana mahluq bunkerlik, ya'ni mana bu bunkeri 300 kilolik. Mana bu shlegi, горелкасы. Katyolimiz. Bu katyol orqali ushbu binoni isitamiz xudo xolasa. 270 kvadrat. Biz ushbu dachamizni, bu obyektimizni qanday nomladik? Jonli tabiat qo'ynida deb nomladik.